Hurmatli obunachilar, payshanba bozorimizga kelgan qo'ylar. Mana bola solibdi. Qo'shqorlar. Kelasizlar kelaverasizlar. Nech pul ekanmilar? Nech pul bo'ldi? 85 ta. 85 ta. Qo'chqorda sotildi 85 ta. Aniqlami? Yo'q. O 3 ta sotildi. 3 ta 85 ta. Zo'r ekan. Kelasizlar kelaverasizlar. Pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Menga aytavering menga. Sizga Nech pul? 3.800 bo'lib topmaysizlar mana. Zo'r bo'pti, zo'r. Zo'r. mana shunaqa naqlab bo'laversan xalqqa. Gap yo'q. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Kelinglar. 20 ming, qo'chqor 20 ming qo'chqor oldim deydi. Uncha odam to'p tushib ketadi gapga. Astag'firulloh. Fake bo'lsa ham-da. Omon bo'linglar. Sog' bo'ling, xo'p. Bunachilar sotiladigan qo'ylarimiz. Sog'liq qo'chqor. Sog'liq aka. Qani. Ko'k qo'yish qozlariga, oq qo'yish qozlariga. Kelmaganlarga bu ko'ringlar. Ne aytma, u bu voqea aytma, kerak emas u. Savdani. Vaqt o'tgandan keyin nima kerak? Semizligini ko'ryapsizmi? Boshqa semiz u? Hech pulga emas buni. Silva. Yurganimni kamab bermayman endi. Bir yetalab bir bo'ldi-da vaqt. Bermayman deb qo'ying. Abdurashidagi. Ha, nima berasiz? Bo'ladigan ish qiling. Hech pul berasiz. 2 million-da. So'ra qani, hech pul berasiz. 32 mingga berasizmi? 38 dan bo'lmaydi. 38. Bundan arriqrog'ini 38. Ha, arrig'ini bermaydi 38 ga. Qo'chqor. Urg'ochi, ha. Da, olmagandan keyin so'raysiz. O'tkir unaqasi bo'lmagan turardi. Mana yana qo'ydi. Mana ikkita qopdi. Nimalar? Och o'tib keting. Abduqodirga olib kerak. Ikkita qo'chqor qoldi, ikkita. Mana yana. Arashardi. Kelasizlar kelaverasizlar. 30 ta qopdi? 39 ta qopdi mana. To'shli. Yanishmanmi? 9 taga yanishimda. Mana yotib sizlar kutib. Qo'ylar ko'p, gap yo'q ekan. Kelasizlar kelaverasizlar. Kutay bosibdi egalarini. Qo'ylar ko'p. Balki topamizmi xohlasa, bu odam o'zi barakali odam ko'rinib turibdi. 65 bo'ldi qoldi. Ya, shu 60 bo'lsin, aka men yetayman bilasiz. Aka yetayman men. Yurdigangizga yurg'iz yuboraman, nima o'xshaydi? Mening kam bo'ldi 64 ga ham. Bakilo go'sht so'radi. Ko'p so'ramaman, 100 ming. Tosh tarozi o'zi 13 ming tog'az qo'ying. Bo'ladimi, rozimizda bo'lsin. Ancha keling bir. Alqon qoldi? Alqon berasan. 6,5 bo'ldimi? 6,5. 6,5 bo'ldi. Xohlasan aka. Kiyikmi deyman? Shuni 9 bo'pti uni. Sizlarni bunda ishab turib, men palonchi liniya u yoqda reklama qilsangiz, siz ham kanalingizda odam ko'payadi. Liniyasini qayerdan bilaman? Aka ko'ramiz. Kenja liniya bo'ldi. Kenja liniya.